men 15 yildan oshiq yashagan uyimni nomimga o'tkazib olsam bo'ladimi degan savol kelgan. Ha, albatta bo'ladi. Bunga mezam ruxsat beradi. Jaromlik kodeks bilan 265-statyada siz agar u xonadonda talash-tortish, urush, janjal bo'lmasa, mezam sizga ruxsat beradi. Oldinlari bizni kattalar og'zakiylar olishgan va sotishgan. Bir-biriga daveriya bo'lgan. Shunaqa agar sizda ham bo'lsa, siz 15 yildan oshiq yashaganligingiz haqida qo'shnilaringiz va nalogga pul to'lagan bo'lsangiz, suvga, svetga, musorga siz o'zingiz nomingizdan to'lab kelayotgan bo'lsangiz, siz sizga qarshi hech qanaqa da'vo dastur bo'lmasa, sizga mezam ruxsat beradi va buni siz sudga qayrilib o'zingizga dokument qilib olsangiz bo'ladi. Bu videomiz foydali va manfaatli bo'lgan bo'lsa, sizdan bitta layk va podpiska. Sizga xudo xolasa bundan keyin bundan ham zo'r va yaxshi foydali videolar chiqarishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum.